Assalomu alaykum do'stlar. 25-may sanasida aranjeroviy o'riklarimiz mana pishib yetildi mana do'stlar. Holati eng yirik va nima qoqib bo'ladigan o'riklardan do'stlar mana. Eng hosildor zo'r o'riklardan. Mana kameraga yaqinroq olib keladi mana. Do'stlar, ham shirin, go'shtli bo'ladi mana. Bitta yeb, uzib ko'rsatib beramiz do'stlar mana. Qani bismillahirrohmanirrohim. Go'shtli zo'r. Ya'ni o'zimizga asparagolarga o'xshagan o'rikdan do'stlar. Hozirgi kunda o'riklarning narxini bilasizlar, eng qimmat bo'layotgan mevalar turidan o'rik bo'ldi desa ham adashmasa ham bo'laveradi do'stlar. Bu yilda trendda o'riklar do'stlar mana. Bu esa holat do'stlar. Mana. Yirikligi ham mana, o'ta yirik. Do'stlar, videoga bitta like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Do'stlarga ulashib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.